Barchaga salom, sizlar bilan men Vogue Mini. Bugun endi modli ikkinchi qismini olamiz. Bugun biz modimiz faqat mashina haqida, mototsikl shunaqalar haqida bo'ladi. Birinchi bo'lib, davaychi armiya qilamiz. Mana samolyot, vertolyot, tanklar mana. Bunaqa. Hop, birinchi ko'rsatgan narsam bu, mana buni ko'rsatib qo'ydik. Mana sizlarga haqiqiy anaqa tushgan narsa. Bu uchadi ham, yuradi ham mana. Ko'rsam cho'si mana. Endi otorsa ham bo'ladi endi buni. O'z buloqqa tushadi. Hop, ikkinchi ko'rsatgan narsamiz bu. Mana. Vertolyot. Troll vertolyot ko'rsam, mana degan o'tirosi. Let's go bo'ladi. Ana ketdi. Zo'r, buni ham uchsa bo'ladi. Bemalol uchsa bo'ladi. Buni qarab ko'rasizlar. To'g'ri, ham turishini ko'rasizlar. Chotki. Xo'p, uchinchi ko'rgan narsamiz bu mana bu. Mana bu ham xuddi anunday gap ekanda. Shuni ko'kma, qaranglar. Bir xil. Bu mamta ikkita dvigatel bor ekan. Tezlashtirgan. Qani ko'raylikchi, let's go. Stop. Xo'p, bo'ldi. Birinchi qismni bombalatib yuborsiz. Prasmod like deysizlarmi, подписчик deysizlarmi, zo'r qo'ysiz. Shuning uchun bu videoni 3-qismi ham chiqishni xohlasanglar, like, подписчик bosib qo'yinglar. Agar sizlar negro bo'lmasanglar, like, подписчик bosib qo'yinglar. Va mana anaqani mashinasi o'zi. Mana harbiylar mashinasi o'zi mana. Ish ochiq ekan. Zo'rda. Yuradi, hamma narsa yuradi men ko'rayotganinglarda. Mana. Armiya aytaman-ku, agar video olmoqchi bo'lsanglar, armiya qilib o'ynasanglar bo'ladi. Va xuddi shunaqa boshqacharoq yana. Mana yopilgan variant. Bu ham zo'r. Ko'rtirganinglarda bu ham zo'r mana. Bus bagajlari yo'q, lekin haydashga, armiya qilishga zo'r narsa, lekin armiya videosiga shunaqa repga chiqib ketadi bu videolar. Keyin mana bu narsa bilan mana. Xo'p, agar sizlar mana olib kelib noq qilsanglar agar o'ziga olinadi. Olgan yana asasi bor oladi bu. Qarorchi shunaqa qilsanglar oladi. Bu ham zo'r narsalar mana. Bu ham zo'r narsani ko'taradi, oladi, uni qo'ysanglar o'zi tushirib qo'yadi. Buni o'to'g'rilamiz, kerak emas. Keyin mana ichiga narsalar solsanglar bo'ladi mana. Mana. Ko'rayotganinglardek. Va oxirgi narsamiz bu esa mana bu ham vertolyot salkam, lekin ikkita oyoqli. Voy. Ipechqilik. O'zingizlar-yu. Menga lekin ko'pincha ma'm yoqdi lekin. Ana tushib ketgan bilan. Ana tushib ketgan bilan ma'm yoqdi. Zo'r narsa ekan. Bu ham yurar ekan lekin. Xo'p, endi ikkinchi modimizga kelsak agar. Ikkinchi modimiz endi ikkinchi modimizda O'zbekistonning zo'r mashinalar, kichkina mashinalar, Sparklar. Mana O'zbekistonning mashinasi Spark. Buni orqasi eshik ochib turadi, lekin bunda qaranglar anaqa ham bo'lar ekan. Eshik ochilar ekan ko'rasizmi? Lekin buni kalti bor ekan, mana kalti bor ekan. Men endi buni tiqishni bilmadim. Ko'rasizlar, hayda olmayman ham. Haydashni ham bilmadim, lekin oddiy qo'yib qo'yishga zo'r narsa ekan lekin. Ana o'yinlarda men ham hayda olmadim. Agar o'zingizlar o'tkazib harakat qilib ko'rsanglar, hayda olishingiz mumkin. Buni har xil variantlari bor. Menga ko'pincha oq yoqdi. Sizlarga agar yashil yoqsa, mana yashili, oranjevisi, ko'ki zo'r. Keyin hozir buni ovozi eshitilmayapti.
Agar qo'ysanglar O'zbekiston milliy ashula aytadi hozir. Qo'yganinglarda. Tak, endi bizga boyagi narsalardan yana narsalar qolib ketibdi bolalar, uzr. Populyarniy narsalar qolib ketibdi lekin. Rostdan ham. Hop, ko'rsatamiz, mayli, ko'rsatamiz. Ketdi, birinchisi. Tanka. Mana aytdim-ku, armiya tankasi bo'lmaydi. Tankada bemalol harakatlanib olasizlar. Ko'rayotganingizdek oddiy tankamiz. Mana qimilgan tanka. Men o'ylashimcha bu antenna turadi bo'layman. Yana bilmadim. Antenna. Hop, ikkinchi tankamiz bu tankami? Tanka bo'lish kerak adashmasam. Tankamiz u. Voy, nima bu? Короче, katta mashina ham. Voy. Kattagina mashina. Buni ham yoqsa bo'ladi, ko'rsa. Voy, suyitlarni yonishni. Joningdan deb haydasa bo'ladi-yu. Hop, endi ikkinchi narsamiz bu mana bu. Adashmasam buni qo'ymadi-ya. Keyin yeli qo'ydik, mayli. Qo'ydik deylik. Keyin mana bu narsa ham qo'ymadik. Bu katta kamas. Orqasiga narsa qo'ysa bo'lmaydi-yu, lekin qo'yilganini qo'yib qo'yishgan. Shunaqa. Endi yaxshiroq mashinalarga o'tish kerak. Nimani olamiz? Davайте bitta ikkita narsani ko'rsatib ketamiz, chunki hozir vaqt ham tugaydi. Keyin YouTubega qo'yib bo'lmaydi bu. Video katta bo'lib ketib qolsa agar. Shuning uchun boshqa blogerlar ham videoni ikkinchi, uchinchi qismini chiqaradi. Yo'qsa men ham sizlarga hammasini bittada ko'rsatgim kelyapti, lekin keyin hozir hammasini bittada qilsam katta video bo'lib qoladi, keyin YouTubega sig'maydi. YouTube qabul qilmaydi. Bu mana Mercedes eski variant. Nechiligini bilmayman-u, hozir bilamiz. Mercedes 300 nomerlargacha bor, mana ko'rganinglardek AK GT 557H. Buni eshigini mana open door bossanglar ochiladi. Drivingni bossanglar mana. Mamlari ham qimillaydi ko'rasizlar. Tabloni ham qimillayotganini ko'rasizlarmi? Mana ko'rasizlar, mod ko'pligidan anaqa ham ko'tarmayapti, Minecraft ham ko'tarmay qolyapti. Xo'p, endi ikkinchi narsamiz bu mototsikl. Voy joningdan. Mototsikl ko'rasizlarmi? Sizlar yili mumkin birinchi qismda aytganman bilan yuklash anaqa o'rgatishi. Xo'p, buni finalga kelganda oxirida aytaman. Ungacha keyingi video xudo xolisa anaqa bo'ladi. Iloji xolisanglar horror yozib qo'yinglar. Anaqani nima zombi imperiyani ikkinchi qismi yoki boshqa video yozinglar kommentariyaga mana shunda. Xolisanglar shu qilamiz, xolisanglar yo'q. Xo'p. Keyin yana agar 3-qismi chiqsa, 3-qismni yozinglar ham. Yo'qmasam bugun sizlar bilan men yo'qmasam bo'pti, ko'rishamiz.